Hiç. Assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar, bizga O'zbekiston Respublikasidan Atayin Mustaqillik keldi. Balasin bizim o'qishga o'qitayin deb Atayin bizni ko'rib kelibdir. O'zingizni tanishtirib ketsangiz. Assalomu alaykum. Musulmon xalqi, Qirg'iziston xalqi, biz Andijondan shu kishini Instagramda ko'rib keldik. Bizni avval ko'rmagan edik. Birinchi kelishimiz. Shu joyga kelib ko'rdik. O'g'limizni qiziqib olib keldik. Instagramdan avtomobillarni remont qilish joyi, diagnostika, injektor tozalash, elektrik ishlari, shu barcha ishlarini Instagramda ko'rib keldik. Biz kelganimizda iliq kutib olishdi, yaxshi, yotoq joylarini ham ko'rdik. Hamma yo'qni bir kun mehmon bo'lib qoldik. Shu joyda kelganimizga Instagramda ko'rgan holatimiz bilan ikkovi ko'zimiz bilan ko'rganimiz bir xil, hech qanaqa aldov yo'q, chiroyli holatda. Hozir ham shu joyda o'tiribmiz, gaplashib. O'g'limiz mana qiziqib ko'rib, o'g'limizga ham yoqdi joyi. Qolib, mana shu yerda ishlab, hunar o'rganib, O'zbekistonga borib, yaxshi ishlar qilish niyatida. Kelinglar, ko'ringlar, o'rganinglar. Bu ishda noni butun bo'ladi. Texnika zamon bo'lyapti kundan kunga, yaxshiliklari, xudo xolasa bu ishlar hech kimda bir kam qilmagan. Chiroyli holatda pulni ham yaxshi topgan, odamlarni ham ishini bitkazgan. Kelinglar, ko'ringlar. Mana biz o'g'limizni olib keldik. Hech qanaqa aldov yo'q ekan bu yerda. O'zlari chiroyli kutib, o'rgatib, usta qilib beramiz deb niyat qilib va'da qilishyapti. Xudo xolasa avvalo insonni o'zida bu ishga qiziqsanglar, xudo xolasa mana shu yerga kelib usta bo'lib ketadi. Kelajakda juda uzoq yillar shu sohada ishlaydi, shogirdlar chiqaradi, shu holatlar bo'ladi. Kelinglar, ko'ringlar, yaxshi joy, yaxshi ish, hunar, to'g'ri, chiroyli holatda bo'ladi hamma yoq. Mana biz qiziqib keldik, shu narsalar mana ko'zimiz bilan ko'rib, yana bir qator aniq ishonch hosil qilib, mana o'g'limizni tashlab ketyapmiz, hunar o'rgangani. Shu yerda hunar o'rganib, usta bo'lib ketadi, xudo xolasa. Bizga borib ishlaydi. Kelinglar bu yerlarga. Hamma tomonlama yaxshi. Rahmat sizga. Xudo xolasa Bankayevning balasin o'zimcha qanday 15 kundan keyin qanday yegiliklar jaratib qoldi, 20 kundan qancha yegiliklar jaratib qoldi, barini tartib chiqaramiz. Tuğanlar qaysi yerda bo'lsa da kelib bo'lsalar bo'ladi, barliq shartlarni tuzib berganga harakat qilamiz. Bu yerda tuğanlar bizde gruppovoy обучение bo'ladi. Har bir balaga bunday o'zgacha temp bilan o'rgatamiz. Jönele bunday tutashlik o'rgatmaymiz. Bu sistemalashtirgan, qanday sistemalashtiramiz, qanday diagnostika qo'yamiz. Negizida o'sha mashinaning biznesini qanday giramiz, qanday ishlaymiz, jana qanday o'qishga chiqamiz, qanday o'qitamiz, aytor o'sha qo'limizdan kelgan biz o'zimiz qilib yurgan ishlarning barlig'ini noldan boshlab 100% o'rgatamiz. Shu Bankayevning balasindagi buyursa proyektlarni chiqaramiz. O'shanda to'liq o'zinglar ko'rasizlar. Anasida bizga O'zbekistonga boramiz. Aljakdagi Bankayev o'zining o'shanday mashinalarda o'nday turgan bor var. O'sha yerda Bankayevni borib obzor qilamiz. Bankayev o'sha mashinaning boshqa bir tarmog'ida ko'p yillik tajribaga ega Andijondan kelgan bizga qo'noq bo'lib borib aljakdagilariga chaqirib beramiz. Aniqdan bundan daha ko'p videolar chiqarib turamiz, to'liq ma'lumotlar berib turamiz. Aniqdan tuğanlar kim şu o'qiyim deb niyat qilgan bo'lsa, kelib o'shdan to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Bu yoqda jigitlar bor, to'liq ma'lumot beradi. Bir kun kechga yurib, o'zingizlar jon teringiz bilan sezib, yaxshi, undan keyin o'qisangiz bo'ladi. Barini kutamiz. Assalomu alaykum.